Salam dostlar, yaxshimisizlar? Nurg'un do'stlar bizga xat yozib, oilalarda lozi qiyamni tayyorlash usulini o'rgatib qo'yishni talab qilibdi. Biz sizlarga o'xshamagan 4 xil lozi qiyam tayyorlash usulini elib keldik. Bugun sizlarga ko'rsatmoqimiz fasil aralashtirilgan lozi qiyamni tayyorlash usuli. Bunun ketilgan materiallar fasil yog'zi, so'qilgan yirik loza, oq kungurt, yumg'oq sut, pishaq so'ng piyoz, baş piyaz, zencefil. Anınki purak materyallardan kavavçın, şakaldiryan, purak jupurmak, şanye. Aldı bilen fasığı kaynak su koyup onu da etrafında turguzumuz. Yumuşağından keyin postidan ajırtıp alınız. Bu aralıkta biz purak mayası alınız. Bunun ketadigan baş piyazni to'g'rab olamiz. Zencefilni may to'g'rab olamiz. Bu yumg'oq sut bilan pishaq piyozni o'tirib ichki qilib tayyorlab olamiz. Bularni bu purak material bilan baş piyoz, zencefil, so'ng piyoz, ochko'klarni yoqqa silib, ta'mini chiqarib tayyorlab olamiz. Biz old bilan qozonga yog' quyib, bu purak materiallarni so'g'uq yoqqa solamiz. Yağ asta qizg'andan keyin buni issiq o'tib ta'mini chiqishga boshlaydi. Yağ bize temperatürü örilgandan keyin havayı to'g'rab olgan bu so'ng piyoz, pishaq so'ng piyoz, ochko'ka, baş piyoz, zencefillarni qozonga solamiz. Bizdeki lazı'nınki ta'mi chiqib bo'lguncha fasoninki posti yumshab, uni postidan ajratib oldik. Hamda buni ushoq to'g'rab tayyorlab olamiz. Bu ishlatgan qosimiz diqqat qilinglar, xom qosim, pishgan emas. Bize ushoq guruchdan kichikroq holatga ekib olsak bo'ldi. Bunun işte uşak alet kelgan bo'lib qilamiz. Buni ayirib qochiq yeb olamiz. Endi biz quyidagi yig'imizga qaraymiz. Bu piyoz, yumg'oq sut, so'ng piyozlar bu işte sarg'ayga ostida suzib olamiz. Bu suzib olgandan keyin mayni sal sovutamiz. Hazır bir bu qiziq vaqtida fasolni solsak kuyib ketadi. Shunga may sovutamiz. Sovigandan keyin fasolni solamiz. Buna may biz sovdi. Biz abay to'g'rab olgan shu chanib olgan fasolni meg'izi yoqqa soldik. Shunda sal sarg'aygacha qo'yamiz. O't kuchi intayin past bo'ldi buningda. O't ishti ko'p ketsa va qardab kuyib ketadi. Endi buningga günjutni to'kamiz. Günjutlardan qoraymiz. İşte sal sarg'aygandan keyin buning ustiga bu uvoqlarni to'kamiz. To'kib orqadan shilsanshan qo'yamiz. Shilsanshan yarim qo'shiq. Tuzdan bir qo'shiq, shakardan bir qo'shiq. Orqadan silchudi yarim cho'mich. Endi davomli qoraymiz bu ishtaqa. En oxirida ochiq suvdan yarim cho'mich qo'yamiz.
Herhangi bir kızıl, hep kızıl alet degenlik yen. Hem buna kaçığa iyi olur bize. Köpçülük bugungi bosimga aralashtirilgan loziq qiyam yasash usuli ishga daxillashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz yurak berib saqlaylar, yaqinlaringlarga xabar beringlar. Keyingi sonda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganimiz kaliga aralashtirilgan loziq qiyam yasash usuli. Xayr xo'sh, keyingi sonda ko'rishaylik.